Oila juda muhim, tarbiya ham muhim. Qayerda bo'lmang, dunyoning qaysi chetida bo'lmang, oiladagi tarbiyani ota-ona boshqaradi. Har qanday davlatda bo'lmang demoqchiman. O'sha Amerikadami, O'zbekistondami, agar o'sha ota-ona farzandiga beriladigan yoki o'zingizni qadriyatlaringizga, urf-odatlaringizga sodiq qola olsangiz, har qanday chet elda yashasangiz ham siz o'sha o'zbekligingizcha qolasiz, o'zgartira olmaysiz. Va yana Amerikada yana ham qadriyatlarni Amerikada tug'ilgan farzandlar uchun, ya'ni American Uzbek deydi bizada, ular uchun biz bitta kichkina vatancha yaratib berishimiz kerak degan mas'uliyatni his qilib qoldik. O'sha yerdagi o'zbek vatandoshlarimiz, mana hozir adashmasam 27 ta yo 24 ta o'zbek jamiyatlari bor Amerikada. Uni ochilishi o'sha chanqoqlik, vatanni sog'inchi va farzandlarga o'sha biz o'sib ulg'aygan vatan muhitini yaratib berish bo'lgan. Kichkina bo'lsa-da haftaga 1-2 marta kelib o'sha madaniyat markazimi, bir xonami yoki bir tadbirda o'sha vatanni yashab 1 soatlik, 2 soatlik tadbirlarda o'sha vatanni yashashini xohlaganmiz. Va bizdan ancha oldin birinchi o'sha ochilgan o'zbek jamiyati 1952-yilda Abdulla Xo'ja aka borlar, juda ham hurmat qilamiz. Eng birinchilardan ochilgan o'zbek jamiyatlarini rahbarilar. Va undan tashqari yangi jamiyatlar ochilib kelyapti sekin-sekin. Biz ham Massachusetsda shu o'zbeklar yig'ilib, bizni ham farzandlarimizga kerak ekan. Biz Massachusets shtatida qolgan shtatlarga qaraganda o'zbeklar kamroqmiz. Ko'pchilik talabalar, ko'pchilik oilalilar ham sekin ko'payib qolyapmiz. Aynan Massachusets emas, Massachusets atrofidagi shtatlar deymiz, ko'proq New England deyshadi u tomonni. New England 5 ta shtat kiradi. Shu atrofdagilar uchun bir o'zbek diasporasi uchun jamiyat yaratdik. Turon o'zbek birlashmasi deb. Mana hozir jamiyatimizda 175 dan oshiq oilalar bor. O'sha talabalar bilan birgalikda farzandlarimizga o'zbekona eng yaxshi urf-odatlarni, hamma urf-odatlarni o'rgata olmasak ham eng yaxshilarini o'rgatishga harakat qilyapmiz. Endi boshladik bu ishni. Lekin bizga ustoz bo'la oladigan, bizga namuna bo'la oladigan boshqa shtatlarda juda katta o'zbek jamiyatlari bor. Juda ham ulardan ancha narsani biz o'rnak qilib olsak bo'ladi. Biz hali eng yosh o'zbek jamiyatlaridan hisoblanamiz.